ertalabdan kechgacha azob bo'lgan odamning ko'ziga nima bolalari ko'rinadi deysizmi yoki bo'lmasa nevaralari ko'rinadi deysizmi? Salomatlik juda katta ne'mat. Yaqinda bitta narsa o'qib qoldim, qarang. Alloh bandasini yaratgandan keyin unga eng katta berishi mumkin bo'lgan ne'mati iymon ne'mati ekan. Ya'ni iymoni salomat odam mukofoti jannatga tushadi. Ya'ni iymon ne'matini oxiri salomat bo'lsa jannatga olib boradi. Lekin Alloh taolo juda chiroyli yozilgan ekan kitobda. Alloh jannatni atrofini nafsga yoqmaydigan narsalar bilan o'rab qo'ygan ekan. Nafsizga yoqmas ekanda shu narsa. Namoz o'qish, roza tutish, zakot berish, yaxshilik qilish, g'iybat qilmaslik, yolg'on gapirmaslik, birovni aldamaslik, nafsini tiyish yoqmas ekan nafsga. Yoqmas ekan. Shu narsalarni qilar ekansiz, keyin jannatga sizga yo'l ochilar ekan. Bir kitobda o'qidim. Endi qani, keyin o'ylab qoldim. Endi vrachman, o'ylayapman. Insonga iymondan keyin berilishi mumkin bo'lgan eng katta ne'mat qaysi? Eng katta ne'mat yaxshilab o'ylasam salomatlik ne'mati ekan. Bir xillarga shu savolni bersam farzand ne'mati deydi, ota-ona ne'mati. Albatta farzand ne'mati ham, ota-ona ne'mati ham katta ne'mat. Mana birinchi o'rinda iymon ne'mati tursa, ikkinchi o'rinda salomatlik ne'mati. Nimaga? Chunki shunaqa kasal bo'lgan odamlarni ko'rdim, kasalligi oqibatida na ota-onasi ko'ziga ko'rindi. Farzandlari ham ko'ziga, navarlari ham ko'ziga ko'rinmay qoldi. Tinimsiz, masalan, pochkasi og'rib tursa, bitta pochkasi ishlamasa, butun badani og'riq, ertalabdan kechgacha azob bo'lgan odamning ko'ziga nima bolalari ko'rinadi deysizmi yoki bo'lmasa nevaralari ko'rinadi deysizmi? Demak, xulosa keladiki, iymon ne'matidan keyin eng katta ne'mat bu salomatlik ne'mati ekan. Qiziq joyini aytaymi? Qiziq joyi Alloh shu salomatlik ne'matini ham nafsga yoqmaydigan narsa bilan o'rab qo'ygan ekan. Sport bilan shug'ullanish nafsga yoqmaydi. Vaqtliroq yotish nafsga yoqmaydi. O'zingizni turli xil yomon ovqatlardan tiyish nafsga yoqmaydi. Zararli odatlar, spirtli ichimliklar, tamaki mahsulotlar, boshqa narsalardan o'zingizni tiyish nafsga yoqmaydi. To'g'rimi? Demak, sog'lig'ingizga vaqt ajratish, u bilan shug'ullanish nafsingizga yoqmaydi. Nafsga nima yoqadi? Zo'r ovqat bo'lsa, zo'r sharoit bo'lsa, maza qilib PlayStation ko'rib, bilyard o'ynab yoki bo'lmasam dam olib yotsangiz, chet el yursangiz, sport bilan shug'ullanmasangiz, xohlagan vaqtingizda uxlasangiz, xohlagan vaqtingizda tursangiz, tushundingizmi? Demak, nafsga shu narsalar yoqadi. Endi qoida, qonun nima deydi? Agar siz salomat bo'lmoqchimisiz, ana shu nafsingizga yoqmaydigan narsalarni qiling. Vaqtida uxlang, vaqtida turing, sport bilan shug'ullaning, to'g'ri ovqatlaning. Men bu ovqat kelib qoldim, qo'y yemay qo'ya qoling. Bu kech bo'lib qoldi, buni yemay qo'ya qoling. Sigaret tashlang, zararli odatlarni tashlang. Nafsingizga yoqmaydigan hamma narsani qiling. Nafsingiz nima yetgan bo'lsa, shuni teskarisini qiling, salomat bo'lishni boshlaysiz. Ko'rasizmi? Juda qiziq. Ya'ni salomat bo'lish uchun ham siz nafsingiz bilan kurashishingiz kerak ekan. Mana shunaqa bir ajoyib qoida yuzaga keldi.